Knyaz yuzini bunday ko'rsataman. Knyaz yuzi ko'rsatishim mumkin. Mana shu video 15 mingta like bo'lgandan keyin Knyaz yuzini ko'rsataman. 15 mingta like bo'lsa, Knyaz yuzini ko'rsataman degandim. 15 mingta like emas, 30 mingta like qilib yuboribsizlar. Hammalarga rahmat bolalar. Mana endi men sizlarga Knyaz yuzini ko'rsataman. Knyaz yuzini ko'rsatishimdan oldin mana shu videoga bitta like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'ldingizmi? Ha, aytgancha, profilimga o'tsanglar, SJning yuzi va Knyazning oldingi videoyimiz va Q8 yuzini ham qo'yib qo'yganman. Bemalol o'tib ko'rishlaring mumkin. Istoriyam yo aktualniyimni ko'rsanglar, Aslanboyda qizi bilan tushgan Zapal videosi turibdi. O'tib bemalol ko'rishlaring mumkin. Menga obuna bo'lishni ham unutmanglar. Knyaz yuzi mana ko'rishlaring mumkin. Bu Knyaz O'zbekistonlik 2004-yil bola. Ismini omad topa olmadim. Ha, aytgancha bolalar, istoriyamni ko'rish esdan chiqmasin. Aslanboyda Zapalini qo'yib qo'yganman. Keyingi videoda kim olib chiqaylik? Mana archiydimi yoki kommentariyaga o'zingiz fikringizni qoldirib keting. Hammalarga omad, sizlar bilan Muhiddinov.